Dubayda har bir molda namoz o'qish uchun alohida xonalar bor. Ayollar uchun va erkaklar uchun. Men sizlarga hozir o'sha xonani ko'rsatmoqchiman. Qanaqa qulayliklar bor va qanchalik katta. Female prayer room degani bu ayollar uchun namoz o'qiydigan xona degani. Bu yerda oyoq kiyim qo'yish uchun bunaqa uzun polka bor. O'tirib namoz o'qiydiganlar uchun bu yerda stulchiklar qo'yib qo'yishgan. Mana shunaqa kiyim bor. Namoz o'qish uchun kiyilgan kiyimlarni mana shu boksga tashiylar degan. Cooler suv bor. Mana shunaqa katta kirish. Bu yerga oyoq kiyim qo'yadigan joy. Bu yerda oyna. U yerda ham oyna. U yerda hojatxona o'zi. Bu yerda chiqish. Ichkarida unaqa ko'p syomka qila olmadim. Odam ko'p ekan. Bilasizlar, Dubayda odamlarni syomka qilish mumkin emas. Ustingizdan yozaveradi. O'shaning uchun o'ylaymanki, sizlarga ko'rsata oldim, sal bo'lsa ham. Agar bu informatsiya qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'ling.